Shuning uchun har qanaqa bilimdan oldin, har qanaqa maqsaddan oldin qadriyat sistemasi turishi kerak. Shuning uchun men shaxs strukturasini da chizganimda ham u necha yilda nechta minglab odamlarda tug'ilgan, har doim qaytariladigan narsani ko'rganimda 11 tagina punkt chiqqan menda. Va ularning birinchisi qadriyat deganman. Chunki maqsad vazifa odamlar bir-biri bilan munosabatga kirganda, ko'chaga chiqqanda, o'sha kino ko'rganda, nima qilganda ham qanaqadir maqsad bilan qiladi. To'g'ri, menga kerak bu uchun. Lekin o'sha maqsadning tepasida qadriyat tizimi turmasa, juda ham qiyin. Chunki ko'ngil nimalar demaydi, aql nimalar demaydi, shaxs nimalar demaydi, menga kerak deydi. Masalan, his tuyg'uyimiz voy zo'r deydi, aqlimiz osuv foydali bo'ladi deydi. Shaxsimiz mana qilsa mana qilish mumkin, buni qilish mumkin. Lekin qanaqadir chegara bo'lmasa, shuning uchun men shaxs strukturasini ko'rganimda aytaman, o'sha tug'ilish jarayonida birinchi punktida qadriyat va 11-punktida chegara degan narsalar va o'shalarning ichida keyin maqsad vazifa, me'yorlar, o'sha ijtimoiy rollar, hamma narsasi o'shaning ichida. Qadriyat sennis bo'lish kerak demoqchisiz. Chunki qadriyat bo'lmasa juda ham qiyin.